Men opam bilan O'zbekistonga borib keldik va menga meni asabimni yomon o'ynatgan odamlarning odati. Kelinglar bu haqida gaplashamiz. Ketdik. Birinchisi, наверное, bu очередьda o'zingizni navbatingizni soblюдать qilmaslik. Ya'ni odamlar turibsiz, mana ko'rinib turibsiz, bir bundoq ixcham kichkina emas, siz oldingizdan o'tib, очередьingizni buzib, nagli o'tib ketishi. Bir ikki marta aytdik, bitta очередь bor dedik, bari odamlar nima bu? Очередь so'zi ma'nosi bor, odamlar turganda, nima deydi, siz oxirmi siz bitta deydiganlar yo'q ekan O'zbekistonda. Bordir, kam, lekin juda ham kam, qatta turmadik очередьda. Shundoq bezlarcha o'tib, man birinchi deydigan odamlar ko'p O'zbekistonda. Keyingisi, naверное, itarib o'tish odamlarni. Anaqadan bir o'rtoqlar bilan uchrashib keldim. O'tirishdan chiqib ketayotganda bir yosh o'tgan ayol eshikdan itarib, mashaq qilib o'tib ketdi. Men vроде прозрачный emasman. Men ichimdan da o'tib bo'lmaydi va ko'rib turibsiz, odam turibdi, sal 2 sekund. Men chiqib olay, siz kirasiz, muncha itarib kirasiz unaqa. Odamlarning naglosти, unaqa bezlarcha, nima deydi, o'zini egosini o'zini birinchi o'ringa qo'yishi menga ozgina g'ashimga keldi. Bilmayman, men O'zbekistonda 25 yil yashagan bo'lsam, bu narsa oldin ham g'ashim kelardi, lekin bu darajagacha meni o'zimdan chiqartirib yuboradi deb hech o'ylamagandim. Yana odamlarni personal space soblюдать qilmaslik, ya'ni shaxsiy chegarani soblюдать qilmaslik. Hozir men gap so'zda ham aytmayapman. Odamni masalan yerda tursangiz, yarim metrli o'zingizni qanaqangiz bo'lishi kerak personal spaces, o'shani buzishi. Kelib qizingizni bir narsasini ushib ketadimi, qizingizga bir nima qilib anaqa gapirib ketadimi, unishdimi, botini sizni bu narsalaringizni ushab ketadimi? Wow. Odamlar muncha yovvoyilashdinglar. Magazinda turdik. Bir ayol "Bu yoqqa keling" dedi. Mana yugurib bordim, "Ha, nima ekansan, men buni yeb ko'ring" dedi. Men qaysi bir aql bilan uni olib og'zimga solishim kerak, qani aytingchi. Men mijozimiz deydi, bu ovqatda deydi, xlor hidi kelyapti deydi. Siz ham yeb ko'ring, nima deysiz deydi. Men qaysi o'ng bilan u ayol meni shu xlor mazasi keladigan narsani og'zimga soladi deb o'yladim. Shaxsiy chegara, etika, estetika yo'qolib ketyapti. Yo, men slishkim yevropalashib ketdim. Yo, odamlar slishkim yovvoyilashib ketyapti.